Nima bu? Senga aytyapman, nima? Ko'r, nima bu? Tushunmadim. Qanaqa qilib meni telefonimdan eringga meni nomimdan yozishing mumkin? G'alati emasmi bu? Bitta sinab ko'ray dedim. Vahimaqmi? Shunga shunchami? Meni nomimdanmi? Qanaqa qilib? Ko'chada qizlar tiqilib yotibdi. Nima deb o'ylaydi ering men haqimda? Ha, bilmadi-ku sen yozganingni. Nima? Tuhmat qilishga o'tdingmi endi? Sen eringni sinaguncha o'zingga qara. Sinading deylik. Ketsa nima qilasan? Berasanmi? Agar eringni o'rnida men bo'lganimda, sendagi ayol bilan illat ayol bilan bir kun ham yashamasdim. Tushundingmi? Agar sen meni kamsitib, usan, busan demaganingda bu ishlarni qilmasdim. Men o'zingga qara dedim. Meni nomimdan eringni boshini aylantir demadim. Senga yaxshi bo'lsin dedim. Senga hozir shunchaki rahmim kelyapti xolos. Hali qarab turgin. Bu gaplaring uchun pushaymon qildiraman. Artık hayatımdan çıksan